Motoblok olmoqchiman, lekin eng zo'ri bo'lsin hamda eng baquvvati bo'lsin degan akalar e'tibor berasizlar. Do'konimizga yangi partiyada motobloklarning ichida sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng baquvvat bo'lgan Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan eng baquvvat bo'lgan korobkalari, katta korobkalari bilan jihozlangan 450 talik korobkalar qo'yilgan motoblokga yetib keldi. Hozir bu motoblokni qisqacha ma'lumotlari, narx-navosigacha sizlarga tanishtirib o'taman va undan tashqari ko'pchilik so'ragan universal puluk. Xohlasangiz o'ng tomonga legirovka bo'lib o'tadi. Xohlasangiz chap balonni iziga ham bemalol legirovka qilib o'tkazsangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'rtaga qo'ysangiz, o'rtaga qo'yib turpoqni xohlasangiz o'ng tomonga satsangiz bo'ladi. Xohlasangiz turpoqni chap tomonga surib berib ketadigan universal pluglarimiz ham yetib kelgan. Buni ham ma'lumotlarni beraman. Va undan tashqari do'konimizda hozir katta aksiya ketmoqda. Bu aksiya davomida e'tibor berasizlar. Mana shunaqa shurpoyor naborlarni mutlaqo tekinga tarqatib yuboryapmiz. Bu degani mana shunaqa shurpoyordan ham bittasini siz tekinga olib ketishingiz mumkin. E'tibor bering. Ichida sverlo, atverka, galovkalari, undan tashqari Devalt firmaning shurpoyori, ikkita 48 vatlik katta batareyka va bitta zaryadnilari bilan mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz sizga berib yuboramiz. Bu shurpoyor naborni tekinga olmoqchi bo'lsangiz, hoziroq mana shu videoga bir dona like tugmasini bosib, kommentga kirib hoziroq omad deb yozib qo'yganingiz uchun mana shu shurpoyor nabor sizniki bo'lib qoladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, to'liq buni ma'lumotini beraman va tekinga shunaqa shurpoyor nabor ham olib ketsangiz bo'ladi. Bo'lmasa, motoblogimizning ma'lumotini berishni boshladim. Videoni oxirigacha ko'ring va tekinga shurpoyor ham olib keting. Xo'p, motoblogimizga o'tamiz. Motoblogimiz boshida aytganimdek Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan boshqa turdagi motobloklarning ichida eng baquvvati hamda eng sifatlisi bo'ladi akalar. Bu motoblok eng baquvvat sifatli deyilgandan eng katta sababi bu Texa motobloklariga katta 450 talik korobka qo'ydirib olib kelganmiz. Shuni hisobiga boshqa motobloklardan juda ham baquvvat sifatli ishlab beradi. Buni motoblok ishlatib yurgan akalar biladi. Chunki motobloklarning motoridan ko'ra korobka qismi qancha baquvvat bo'lsa, yerni ichida o'shancha yaxshi ishlab beradi. Korobka qismi agar baquvvat katta qo'yilgan bo'lsa. Xo'p, yoqilg'i turi akalar benzinli modeli bo'lyapti. Benzin baklari 3 litrlik 1 soatda 0,5 litrdan benzin rasxod qiladigan original motoblok mana shu bo'ladi. Nima uchun 1 soatda atiga 0,5 litr deganlar uchun bunga original karburator qo'yilgan. Shuni hisobiga birinchi o'rinda benzinni kam ichadi, ikkinchi o'rinda degina 80 benzinda ham juda ham yaxshi ishlab bera oladi. Xo'p, yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganingizda juda ham yaxshi sifatli ishlab bera oladi bu Texa motoblogimiz. Motorlariga moy datchilari, ichlarida paplovoylarigacha qo'ydirib olib kelganmiz. Bemalol motorlarini zashta qilib, motor uzoq umr hamda yaxshi ishlashiga sababchi bo'ladi akalar. Xo'p, skorslarga ahamiyat berasiz. Oldiga 1, orqaga 2. Oldiga 2 ta skors bilan jihozlangan, orqaga betadan zatni xotlarigacha qo'yilgan. E'tibor bersangiz, hech qanaqa mana bunaqa kabel, mabellari, legirovkalari qilinmagan. Kelsangiz, shu yerda hamma kabelini ishlatib, legirovkalarini qilib, ishga tayyor qilib, yig'ib, tekshirib beramiz va bitta o'zingiz minib ham ishlatib ko'rasiz va ma'qul kelsa motoblokni olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz shu holatda yig'ib beramiz, xohlasangiz mana korobka holatda ham cheklanmagan miqdorda kimga nechta kerak bo'lsa, bor olib foydalanaman degan akalar ham aloqaga chiqsanglar bo'ladi akalar. Xo'p, orqa tomondagi plugini ham aytib o'tib ketamiz. Bu plugimiz universal hisoblanadi. Aytib o'tganimdek, xohlang o'ng tomonga legirovka bo'lib o'tadi. Xohlasangiz chap tomonga
legirovka bo'lib o'tadi. Turpog'ini xohlasangiz balonni ichkari tomonga surib beradi, xohlasangiz turpog'ini tashqari tomonga surib beradigan universal plugimiz. Bu plug istalgan turdagi 7, 9, 15, 13 istalgan motoblogingizga tushaveradi. Plugimizning narx-navosi 500 ming so'mdan boshlab 900 ming so'mgacha metaliga, qalin yupqaligiga, katta kichikligiga qarab narxi o'zgaradi. Xo'p, original Texno motoblogimiz bo'ladigan bo'lsa, komplektga freza, tormoz, dokument, ключ, 1 yil garantiya bonuslari, mana shunaqa bonuslari bilan hamma aytib o'tgan narsam bilan 4 million 500 ming original modeli. Orqa tomonda e'tibor bersanglar, mana bunaqa prostoy modellari ham bor. Original bilan ko'rinishiga ahamiyat bersanglar, Texno motoblogimizni prostoy modellarini birga-bir qilib ishlab qo'yilgan. Ko'pchilik joylarda mana shu prostoy modelini ham originali deb 4 milliongacha, 3 million 600, 3 million 800, 4 milliongacha boshqa do'konlarda sotilyapti. Lekin bu prostoy modelini atiga 3 million so'mdan kelib bizdan xarid qilishinglar mumkin. Qattan qanaqa Texno motoblog olsangiz ham aldanib qolmang. Ikki xil modeli bor. Bu prostoy modeli, bunisi bo'ladigan bo'lsa original modeli. Original modeli qimmatroq, prostoy modeli atiga 3 million so'm turadi. Aldanib qolmaysizlar akalar. Xo'p, videoni boshida tekinga mana shunaqa shurpayor nabor beraman dedim. Bizni do'konga kelasiz, o'zingizga yoqqan bitta, xohlang Texno motoblogi, xohlang mana bunaqa arzonroq 2 million 800, 2 million 900 lik arzonroq 7-6 kuchli motoblog xarid qiling. Xohlang katta motoblog. Istalgan o'zingizga bitta yoqqan motoblogni biz do'konga kelib xarid qilasiz. Xarid qilib olganingizdan keyin bu do'konimizga kirsangiz, полностью instrumentlar. Motoblogni xarid qilib olganingizdan keyin to'g'rida turgan mana shu omadli barabanimizni aylantirasiz. Bu omadli barabanimizni aylantirganingizda ko'chada turgan shurpayor naborlar, kulush naborlar, drill, balgarka xullas hammasini olib kelib mana korobka holatda ham terib tashlaganmiz. Kelib barabanni aylantirasiz. Nima instrument tushsa ham o'sha tushgan instrumentni shuni olgan motoblogingizga tekinga qo'shib beramiz. Oddiy misol, shurpayor tushsa shurpayor, pichalka apparat tushsa pichalka, drill tushsa drill, nima sovg'a tushsa tekinga olgan motoblogingizga qo'shib beramiz. Shuni hisobiga videoga bitta like bosing. Xudo xolos kelganingizda yaxshi instrumentlarni tekinga olib ketsangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.